sug'arish vaqtini avtomatlashtirish uchun bu programmatrizni olganman, lekin buni qo'yishni ishlatishni bilmayapman deb ko'pchilik menga savol beryapti. O'rtoqlar, kelinglar, men sizlarga qanaqa ishlatishni ko'rsatib beraman. Buning uchun men ko'rib turganlaringdek telefon kerak bo'ladi. O'zini prilojeniyasini, maxsus Rainpoint degan prilojeniyasini ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'chirib olganimizdan keyin o'zimizga kerakli qurilmaga kirib olamiz. Mana shu oynacha ochiladi. Ana endi bu oynachadan hop plan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni reja har kuni o'zi belgilangan paytda o'zini sug'arishi uchun. Ana endi buni uchun mana bu yerda plan degan joyi bor, ko'rdinglar. Shuning bosishimiz bilan hozir bizda planlar qo'yilgan, ketma-ketlikda hamma zonalarimiz uchun. Kelinglar, yangisini men sizlarga ko'rsatib beraman. Sizlarda bo'sh holatda turishi mumkin bu joyda. Shuning uchun birinchi o'chirda mana plyusni bosamiz. Plyusni bosganimizdan keyin mana bu yerda normalniy degan joyi bor. Siklniga ham bor. Yani keyin pastida yana nebulizatsiya degan joyi ham bor ekan. Xullas bu siklni bu ikkinchi, uchinchilari qanaqadir o'chish vaqtini o'chib, yonib, mana shunaqa holatda ishlaydigan holatlarda ishlatsak bo'ladi. Bizga hozir bir kun masalan belgilab qo'ygan vaqtimizda ertalab deylik soat 8 da yonsin, 10 minut davomida sug'arsin va o'chsin. Yoki soatini farqi yo'q, o'zingiz belgilaysizlar. Shu holatda kelinglar, normalniyni bosamiz. Normalniyni bosishimiz uchun nimalar chiqyapti bizda? Endi sug'arish vaqtimiz mana bu ikkinchisi ko'rib turganlaringdek, каждый денni belgilab qo'yishimiz kerak bu. Hozir bu mana pastda turgan ekan, intervalda shuni ptichkani bosib yuboramiz. Undan keyin время работа deyapti. Undan tashqari qaranglar. Qaysi zonani sug'arishimiz, imini qaysi zonaga qo'yishimiz kerak degan joyi bu bo'ladi. Kelinglar, ikkinchi zona uchun hozir deylik rejim yaratamiz. Sug'arish vaqti 10 minut deyapti. Yoki shu sizlarga kerakli vaqtda yarim soatmi, 1 soatmi, qancha sug'arish kerak, o'shani belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Mana bunisi soat, bunisi minut bo'ladi. Hop, bizga 10 minut davomida turaversin. Endi ptichkani bosamiz. Undan keyin nima qilamiz? Sug'arish vaqti ertalab soat 8 da deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana farqi yo'q. Siz endi buni kechqurun soat 8 ga qo'ymoqchimisiz yoki 12 gami, 1 gami, umuman farqi yo'q. Kelinglar, ertalab soat 8 da sug'arsin deb подтвердить bosib qo'yamiz. Ana undan keyin bo'ldi, boshqa narsalarga tegmaysizlar, o'rtoqlar, shu holatda turaveradi. Bitta ptichkani bosishimiz bilan ptichkani mana bosyapmiz, saqlanib bo'ldi. Ana endi har kuni soat 8:00 da mana eng pastiga tushib qopti. 8:00 da ertalab sug'arishni boshlaydi degani. Kelinglar, men sizlarga hozir ruchnoy holatda ham ochishni ko'rsatib beraman. Bizda mana bu yerda Meksikankamiz bor. Mana mashina hozir telefon orqali yoqishni masalaga ko'rsataman. Buning uchun ruchnoyga kiramiz. Hop, normalniga kiramiz. Deylik, bu zonamiz hozir bizda hop 7-zona hisoblanadi. Endi ptichkani shunday bosib yuboramiz. Mana endi ko'ramiz. Mana ko'rdinglar? Telefon orqali bemalol yoqib o'chirish imkoniyati bor, o'rtoqlar. Endi o'chiramiz, qaranglar. O'chirish uchun nima qilamiz? Mana bu stop znaki bor, ko'ryapsizlarmi? Stopni bosib turib, bitta подтвердить bosishimiz bilan o'chdi. Endi bu holatda qanaqa qilib ishlayapti deyotgan bo'lsanglar, bizda mana bu joyimizda hamma zonamizning o'zini maxsus klapanlari joylashgan. Ko'ryapsizlarmi? O'sha klapanning suvini ochib yuryapti. Kerakli bizani огородimizdagi springlerlarimiz ishga tushib ketyapti. Xullas, juda ham oson. O'z qo'lingiz bilan bemalol bu narsalarni qilib olsangiz bo'ladi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada kutaman.